ishda nimadan boshlaymiz? Birinchi Excelda yuritishi Excelda onlayn tarzda biz onlayn Exceldan foydalanamiz. Buning uchun office.com saytiga kiramiz. office.com saytiga kirgandan keyin chap tarafdagi mana bu sign in, agar sizlarda veb saytinglar rus tilida bo'ladigan bo'lsa sign in emas, mana bu o'rinda login degan yozuv chiqishi kerak. Xo'p, bu yoqda men o'zimni akkauntim borligi uchun to'g'ridan to'g'ri akkauntimga kiraman onlayn Exceldan foydalanish uchun. Agar sizda hali bo'lmaydigan bo'lsa, office.com saytidan ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, mana bu yerdan Sazdat account tugmasini bosishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, men hozir o'zimni shaxsiy sahifamga to'g'ridan to'g'ri kiraman. office.com saytiga kirganimizdan keyin mana bu yoqda dasturlar bo'limi bor va bu yerda ham Excelda o'zi ko'rsatyapti. Hop, Excel dasturiga kirib olamiz onlayn Exceldan foydalanish uchun. Va bu yerda e'tibor beringlar, Excel saytiga kirgandan keyin yangi bitta Excel oynasini ochishimiz kerak. Buning uchun mana bu yashil tugmani bosamiz. Yana bir marta boshqatdan kabinetimizga kirish so'rayapti. Va men yana qaytadan o'zimni akkauntimga kiraman. Xo'p, sizlar ham shu office.com saytida ro'yxatdan o'tganinglardan keyin shu Excel saytiga kirishinglar kerak bo'ladi. Va bu yerda biz ana shu Exceldagi haftalik dashborddan boshlaymiz. Undan keyin mana bu yerda yangi alohida oyna ochib turib, bu yerda haftalikdan keyin haftalikdagi xarajatlardan kelib chiqib turib, oylik xarajatlarni hisoblaydigan yangi bir dashbord qilamiz. Umumiy ikkita dashborddan iborat sodda shu shaxsiy xarajatlarni boshqaruv Excel fayli bo'ladi. Soddagina bir dastur desak ham bo'ladi, chunki uni ichida o'ziga xos funksiyalar ishlaydi, ma'lum bir vazifalarni bajaradigan. Bo'lmasa keyingi darslarda davom ettiramiz.